Assalomu alaykum. Bizlarni kuzatuvchi obunachilarimiz, YouTube muxlislari, Instagramda kuzatuvchi obunachilarimiz, yangi obyektimiz ham tayyor bo'ldi. Namangan shahar Konsolsoy tumanidamiz. Qorong'i bo'lsa ham video obzor qilib ko'raylik dedik. 15 li motor. Hozir ertaga tushirilgandan keyin video qilamiz. 100 so'mlik xolodilnikimiz tayyor bo'ldi. Uzunasi 15, balandligi 4.10. Yine почти 25-30 bo'ldi. Bundan chiroyli chiqdi. Doqol setidan stashga chokalarimiz kelishadi. Stashlarni qo'yib, peneflekslarni tashab, virtual qilib ketishadigan bo'lishdi. Bu yerga ikkinchi xolodilnikimizni boshladik. Уже bitaydi deb, buni ham motorlarni o'rnatamiz. Bu yerga yana polyuretansiyani ishlatdik. Rezist eshiklarimizdan juda ham chiroyli holatda o'rnatilgan. Bittaga yana fasonda kechqurun ko'rinmayapti. Bu yer 9 ga 4, balandligi 4.10 bo'ldi. Xohlasa kim shunaqa xizmatga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.